Assalomu alaykum Minecraft'lar. Sizlar bilan Adika. Bugungi videomizda 5 ta mod bilan Java Editions qilishni o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'ringlar, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu ikkovi ham tekin mazax ko'ringlar. Bu modlarni yoqishdan oldin albatta eksperimentlarni o'qib qo'ying va albatta cheatlarni ham yoqib qo'ying. Lekin cheatdan boshqa maqsadlarda foydalanmang. Hop, birinchi modimiz Java Aspect modi. Bu Javadagi strukturalar, grafikalar va ovozlarni qo'shadi. Masalan, bloklarni sindirsanglar, xuddi Javadaga sinishda ko'rishinglar mumkin. Mana daraxtni ham, daraxtni sindirsak, xuddi Javadaga sinadi. Bu faqat grafika uchun va harakatlaringizni ham, sakrashlarni, grafikalarni, qo'llarni ham, grafikalarda xullas Javadaga qilib beradigan mod. Bu modda boshqa oddiy vijvanalarga ham qo'llashingiz mumkin, chunki bu hech qanaqa hech narsani o'zgarmaydi, faqat grafikani o'zgartiradi. Demak, ikkinchi modimiz Java Combat modi. Bu mod ham eng kerakli mod. Mana ko'rib turganlaringizdek, qilichda ursanglar mana shunaqa hammasiga ta'sir qiladigan bo'ladi. Mana toporni uronini oshiradi va pastdagi chiziqqa o'xshash qilichni ham to'lsagina full jon oladi, to'lsagina to'liq jon oladi. Bu shunaqa mod. Demak, uchinchi mod. Masalan, tunda Bedrock Editionsda juda ham ko'p monsterlar paydo bo'ladi. Buni hal qilish uchun Java Mobcap modi yordam beradi. Bu cheatga ishlaydi. Cheat yoqinglar deb shunga aytdim. Bu cheat bilan ishlaydi. Birinchi navbatda monsterlarni kamaytirish uchun nima qilish kerak? Bu o'z-o'zidan ishlamaydi. Birinchi navbatda chatga kirib, qani qiyshiq tayoqchamda nima edi nomini bilmayman, script event Mobcap 2.set hostile 30 deb yozsanglar, monsterlarni xuddi shunday tarzda kamroq spawn qilib beradi. Mana shuni 30 ga qo'yib qo'ysak, xuddi Javadagidek spawn bo'ladi monsterlar. Mana qo'ydik. Xo'p, iloji bo'lsa o'sha joyini screenshot qilib olinglar. Xo'p, masalan, bitta monsterlar paydo bo'ldi. Sal boshqa yoqqa boraylik, shunday ko'ramiz. Hop, mana ko'rishinglar mumkin, monsterlar kam spawn bo'lyapti. Mana 1-2 ta spawn bo'lyapti. Bu eng kerakli modlardan biri. Bu Java osonroq versiya bo'lgani uchun monsterlar kam spawn bo'ladi. Bu modlarni meni Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Telegram kanal описание va kommentariyada bo'ladi. Hop, 4-mod Java Regeneratsiya modi. Bu mod juda ham kerakli mod. Masalan, sizlar joningiz oz qoldi va ovqat yeysiz, joningiz shunaqa tez to'ladi. Oldin juda imillab to'ladigan jon endi juda ham tez to'ladi. Bu Javada shunaqa tez to'ladi. Hop, keyingi modimiz Dur Air Pocket. Bu mod masalan suv bo'ladi, uni shunda eshik qo'ysanglar, eshik orqali nafas olishinglar mumkin. Javada xuddi shunday bo'ladi, lekin Bedrockda eshik qo'ysanglar nafas olib bo'lmaydi. Bu mod xuddi shunday qiladi. Xo'p, videomiz shulardan iborat edi. Oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Bu modlar Telegram kanalda. Albatta like bosib qo'yinglar va kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Bu ko'yam tekin. Hammaga bay bay.